Demak, Hardy-Weinberg masalasiga oid masala tashlangan ekan. Quyonlar yungining rangining yuzaga chiqaradigan genlar ko'p allelilik tabiatga ega bo'lib, o'rtacha 12 mingta quyondan iborat populyatsiyada, demak, C genotipli, demak, ikkita organizmda C genotipli organizmlar soni bizga berilgan 16% ekan. Bu genotip 16% berilgan ekan. Biz bilamizki, Hardy-Weinbergda bitta C genini o'zini topmoqchi bo'lsak, bu C genidan ildiz olishimiz kerak. Ya'ni 1 ga nisbatan oladigan bo'lsa agar, bu 0.16 bo'ladi. 0.16 dan ildiz oladigan bo'lsa agar, C genini topadigan bo'lsak, C geni bizga 0.4 ekan. C genimiz 0.4 ga tengligini topdik. Undan keyingi gapni o'qiymiz. Demak, bitta C genini topib oldik biz. C geni demak 0.4 ga teng ekan. Undan keyin berilibdi. Masala shartida H genining uchrash ehtimolligi C genidan 2 marta kam deyapti. Mana C genidan 2 marta kam berilgan ekan. Bizga C genimiz 0.4 ga teng. O'sha C genidan 2 marta kam ekan. Demak, 2 marta kamligi uchun 0.4 ni 2 ga bo'lamiz. Shuni 2 ga bo'lsak, bizga C H genini chastotasini beradi. Demak, bu 0.2 ni tashkil qilar ekan. Demak, 0.2 ga teng ekan. C genining chastotasi 0.2 ga teng ekan. Undan keyingi shartni o'qiydigan bo'lsak, keyingi shartda C, Ch va C genlarining uchrash ehtimolligi 1 ga 3. Bizada umumiy hisobda C plus CH plus C, Ch va C genlari birgalikda 1% bo'lishi kerak. 1%. 1 ga nisbatan olyapmiz. 1% bo'lishi kerak. Bizga hozir qaysilar ma'lum? Bizga C ma'lum. C genimiz 0.4 ga, CH genimiz demak 0.2 ga teng bo'lsa, umumiy ikkalasi 0.4 plus 0.2 0.6 bo'ladi. Demak, 1 dan ayirsak 0.6 ni 0.4 qoladi. Bu qolganlari qaysiniki? Qaysi genlarniki qolibdi bizga? Bizga qolayotganlari bu mana bu C, Ch geni bilan va mana bu C geniki qolibdi. Demak, 0.4 ga ekan ikkalasi. Ikkalasi 0.4 bo'lgandan keyin, nisbatini aytibdi bizga. Demak, C, Ch geni bilan C geni nisbati 1 ga 3 ekan. 1 ga 3 nisbatda ekan. Bizga shuni 1 ga 3 nisbat bo'lsa, yig'inda 4 ga teng bo'ladi. Bizga yig'inda 0.4 ga teng. Ikkalasining geni mana 0.4 ga teng. Demak, bu 0.3 ga, bu 0.1 ga teng ekan. Demak, barcha genlarni uchrash chastotasini topib oldik. Endi jadval shakllantiramiz. Shu jadval asosida shu populyatsiyada C, Ch genining uchrash chastotasini toping degan. C, Ch geni biza chastotasini biza topib oldik. C, Ch genining chastotasi, demak, A shartini biza topdik. A shartda 0.1 ga yoki 10 ga desak ham bo'ladi. Eng foizga teng desak ham bo'ladi. Demak, bu A shartining javobi. Keyingisida populyatsiyada hemorragik quyonlar nechta ekanligini toping. Hemorragik quyonlar nechta ekanligini topishimiz uchun jadval qilib joylashtirib chiqishimiz kerak. Jadval qiladigan bo'lsak, 16 talik jadval bo'ladi. Jadvalni tuzib olamiz. Endi jadval asosida joylashtirib chiqamiz har bitta genni qanchadan bo'lishini. Demak, bizga C geni 0.4, CH geni 0.2 berilgan shart bo'yicha topib chiqdik bularni. 0.1,
C geni esa 0,3. Bu yoqdan xuddi shunday 0,4, 0,2, 0,1, C gen 0,3. Mana jadvalni yozib, jadval asosida shakllantirib oldik. Endi bizaga so'rayapti, nimani so'rayapti bizaga? Shinshilla rangli, Himolay rangini so'ragan ekan. Mana Himolay rangli quyonlarni so'ragan ekan. Himolay rangli quyonlar qaysi qatordagi organizmlarga mos kelishini topib olamiz. Himolay rangli quyon bo'lishi uchun, demak, mana Himolay rangli quyon bo'lishi uchun mana shu genotiddagi organizmlar demak mos bo'lishi. Demak, CH bilan boshlanadigan genot bilan topib chiqadigan bo'lsak, biz jadval asosida qaysilar bo'ladi bizaga belgilab chiqamiz. Demak, mana bu 4 keladi. Mana bu jadval va mana bular to'g'ri keladi. Endi bu yerdagi organizmlarni foizlarni yozadigan, ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, foizlarni demak bunda foizni ko'paytirsak 0,2 ko'paytirsak 0,04 bo'ladi. O'sha genotni yozmoqchi bo'lsak agar CH bo'ladi. Buni ko'paytirib chiqsak CH CH 0,02. Buni ko'paytirib chiqadigan bo'lsak CHC 0,06. Buni ko'paytirib chiqsak CH CH 0,02. Bunda CH C 0,06. Mana shu organizmlar ekan. Demak, buni ham belgilab olamiz. Sarqama. Endi mana shularni jamisini yig'indisini qo'shib oladigan bo'lsak, bizaga jami yig'indisi nechaga teng bo'ladi? Shularni yig'indisini qo'shib olamiz. Demak, bularning yig'indisini qo'shib oladigan bo'lsak, bizaga 0,04 plus 0,06 ikkita 0,02 barchasini qo'shsak, hammasi qo'shib chiqsak 0,2 bo'lar ekan. Demak, bu 0,2 mana shu yerdagi genotipdagi, ya'ni Himolay rangdagi quyonlarni demak foizi. Genotip foizi, Himolaylarning genotip foizi. Bizaga jami organizmlar berilgan 12,000. Shu 12,000 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. Demak, 2400 ta ekan javobi. Javob 2400 ta ekan.